siz hali sahnada Hamdam Sobirovdan qo'shiq so'radingiz, o'zimga ham deb nimani nazarda tutdingiz? Biz kuldik, kayfiyatimiz ko'tarildi deydi. Anaqa, mana shunaqangi bir tarzda degan o'zim ham yozyapman, albatta yozaman. Buket chiroyli bo'ladi-da. Mana shunaqangi nostalgiya, bunda qishloqning havosi bor-da. Qishloqlikda havosi bor, bu hali buzilmadi. Hali buzilib ulgurmadi. Hali savremenniy bo'lib, shaharlik bo'lib, mana e'tibor qilgan hamma. Abdusalomdan salomiymi? Salomiy. Yoza olmayapti anchadan beri boshqa shaharlik bo'lib qoldi. Qishloqligini unutib qo'ymaslik kerak. Asha odam o'zligini unutib qo'yadi-da, Toshkentga, Toshkentga borgandan keyin hali qo'shiqlarda yo'qolib qoladi. Qo'shiqlarda mazasi o'sha xalqchilikdan tuproqdan kelib chiqadi. O'zligimizni unutmaslik, go'zal qo'shiqlar chiqadi. Kelayotgan tug'ilgan kuningiz bilan tabriklashibdi. Bilamiz, bu yil Alloh to'yiga ketasiz, lekin oldindan tabriklab qo'yaylik. Onlayn qilib turing, opa. Alloh to'yida deyishdim. Imkon qadar. Bahodirjon, aytdi Bahodirjon xo'jayin kameralarga deydi. Yetib qo'yamiz. Bahodirjon qo'yib turadi. Ketyapsan-ku san ham? Yo'q, men Bahodirga yetib qo'ydim kameralarga masalan. Bormayapsan? Yo'q. Nima bo'ldi? Yo'q, xudo xolis. Namozda 5 vaqt. Xudo xolis. Inson bo'ylar. Men sizlarni juda yaxshi ko'raman, Alloh rizosida. Gapim shu, men bo'lsam bo'lmasam, biz bolalar yashaydi. Iloyim bolalarimizni marhamat qilib qilaman. Iloyim bolalarimiz ham Imom Mahdiyning yonida, Solih alayhisalomning yonida turib vaqt kelganda islom uchun, haq uchun jang qiladigan yigit qizlar bo'lishsa, haqiqat yo'lda yuradigan nima deydi, Mahdiy qizlar bo'lishsin, qo'rqoq bo'lmasin, birovni qo'liga qarab bo'lmasin. Amin. Birovni qo'liga ko'ziga qarab qolmasin, birovni amalidan bir narsa chiqib qolmasin, bolalarimiz nazari to'q, ko'ngli to'q, viqorli, g'ururli qizlar bo'lishsin. Hammamizga faqat manikilar. Mehnatga egilgan bo'lsin, qadr qiymat biladigan bo'lishsin. Ko'chadagilarda qadr qiymatini o'rgatsak, o'zimiz ham qadr qiymatini bilamiz. Allohim iymonimizdan ayirmasin, iymondan qilmasin. Muhtoj qilmasin, o'ziga muhtoj qilmasin. O'ziga nima deydi? Sadoqatli bo'lishimiz, shukronalik bo'lishimizga yordamchimiz bo'lsin. Agar Alloh yordam qilmasa, o'ziga hech kim yordam qila olmaydi. O'zimizdan qo'yganlar chiqarib olmaydi. Alloh hamisha yor bo'lsin. Hamisha duolarimiz yetib boradi. Bir-birimizni sevib, hurmat qilib yashashga nasib etsin. Iloyim, go'zal bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Yurt uchun, xalq uchun ishlayotganlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Astoydil ishlayotganlar ham bor. Alloh hammamizni mukofotimizni bersin.